Assalomu alaykum, hurmatli akalarimiz, ukalarimiz, Malibu'ning ishqibozlari. Bugun obzorimizda hop Malibu arzon Malibu chiqib qoldi. 2013 kraska deyarli toza, 2 dona petnosi bor ekan. Bitta qanot almashgan ekan. Bu mashinamizni bosib o'tgan kilometrlari 109.500 bo'lgan ekan. Mashina ideal sostoyaniyda deyishyapti. Motor hadovoylari chotki ekan, qilingan. Hop, motorlarimiz yaqinda ustada chiqqan ekan. Radiatorlarimizni tozalatib, xullas rasxodli joylardan o'tgan ekan mashinamiz. Mashinamiz ideal sostoyaniyda mana. Rangi oq. Hop, nimaga ikkinchi pozitsiyani diskasi turibdi desalaring, bu yumshoq diskaligi uchun shuni taqib qo'yishgan ekan. Xohlasalaring 3-pozitsiyani diskasini ham qo'yib berishaveradi. Mashinamiz avtomat, nuklarimiz bor. Salon holatlari ideal. Ko'jalari ham turibdi, hammasi joyida. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, akamiz 13.000 narx qilishyapti. Kelsalar ozmuncha o'tib beraman. Sunnatiga deyishyapti. Ishqiboz bo'lganlar aloqaga chiqsalaring, telefon qilib qolgandan batafsil so'rab olaverasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93lik 266 11 35. Keyingi nomerimiz 90lik 157 07 06. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.